Omaq savodashlar, bugungi hikoyamiz rost so'z. Burungi zamonda bir danishmand va go'zal qiz bo'lib, nurg'ulg'an yigitlar uning oldiga kelib to'y taklif qilish talabini qo'yganda, u dadasiga: "Siz ularga ayting, menda 3 dona zinnat buyumi qutisi bor. Uning biri oltindan, biri kumushdan, biri qalaydan yasalgan bo'lib, har bir qutining ostiga bir jumla so'z yozilgan. Ammo bu 3 jumla so'zning bir jumlasi rost so'z. Agar kim mening xalqimning qaysi qutida ekanligini topalasa, shu meni ilishga layoqatli bo'la oladi", debdi. Buvayning so'zini anglagandan keyin qizning oldiga kelib to'y qilish taklifini qo'ygan yigitlarning hech qaysisi shakli o'xshash bo'lgan qutilarga qarab, qalaymiqan faraz qilishga petin olmabdi. Ularning ichidagi bir yigit bu ahvolga qarab, buvayga "Men topaman", debdi va rostla tepib olibdi. Siz uning qanday topganligini bilamsiz? Rost so'zning javobi: u xalqqa oltin quta ichida deb faraz qilgan. Undaqda oltin quta bilan kumush quta ostida 2 jumla so'z o'xshashla to'g'ri bo'ladi. Bu bir jumlasila rost so'z bo'lish shartiga uyg'un kelmaydi. Xalqqa qalay quta ichida deb faraz qilinsa, kumush quta bilan qalay quta ostidagi 2 jumla so'z birdek rost bo'lib, o'xshashla bir jumlasila rost so'z bo'lish talbiga uyg'un kelmaydi. Shunga xalqqa kumush quta ichida deb faraz qilinsa, andin bir jumlasila rost so'z bo'lish talbiga uyg'un keladi.